Biz Shimoliy sertifikatda tushayotgan savollarni tahlil qilishda davom etamiz. Bu ikkinchi marta tushgan 38-savol. Qanaqa ishlaymiz? Bizda berilgan shartda f at x imiz 4x kvadrat bo'lingan 4x ni 4+1 funksiya berilgan. Yoza olamiz. f at x imiz 4x kvadrat bo'lingan 4x ni 4+1. Funksiyaning eng katta qiymatini toping deyapti. Bu uchun biz nima qilamiz? Suratini ham, maxrajini ham f at x ni 4x kvadratga bo'laversak, suratni bo'lsak bir qoladi, maxrajni bo'lganimizda 4x ni 4+1 bo'lingan 4x kvadrat bo'ladi. Biz yoza olamiz. Maxrajini xatma-xat bo'lib olsak, bizda 4 lar qisqaradi. X kvadrat qoladi suratda, plus 1 ni bo'lsak, 1/4x kvadrat. Endi surat uchun Cauchy tengsizligini ishlatamiz. Cauchy tengsizligi bu nima? Musbat sonlarning o'rta arifmetigi har doim katta yoki teng o'rta geometriyada. Shuning uchun biz Cauchyni ishlatsak bunda x kvadrat plus 1/4x kvadratimiz bu har doim katta yoki teng 2 ilzosida x kvadrat ko'paytirilgan 1/4x kvadratga. X kvadratlarni qisqartiraversak, 4 dan ildizdan 2 chiqadi, bu 1 ekan. Biz bildikki, x kvadrat plus 1/4x kvadratimiz har doim katta yoki teng 1 dan. Qachon funksiya eng katta qiymatga ega bo'ladi? Qachonki bizga berilayotgan maxrajimiz eng kichik bo'lganda, eng kichik bo'lganda. Qachon eng kichik bo'ladi? Qachonki 1 bo'lganda. Biz bildikki, bu funksiyaning f at x ning eng katta qiymati 1 ga teng. Keyin qaraymiz, funksiya 4x kvadratimiz musbat, 4x4 plus 1 imiz musbat. Demak, biz bildikki, funksiya musbat. Funksiyamiz musbat. F at x imiz har doim katta 0 ga teng bo'ladi. X o'rniga 0 qo'ysak 0 bo'ladi, katta yoki teng 0. Demak, qiymatlar sohasi 0 dan 1 gacha. Bizdan funksiyaning eng katta qiymatini so'rayapti, bu 1. Funksiya qiymatlar sohasiga nechta butun son tegishli? Bu 2 ta butun son yozib qo'yamiz.